Muzika yo'qmi? Sheralidan bosh Sheralidan. Qo'y, bir eshitaylik. Bahor oyog'imni qo'ygan, maza qilib mirqib eshitaylik. Meni shikoyatlarim bor, yozish. Kecha Fatvoldan motor oldim. Uylarim yonib ketdi. Nima qilaylik? Motorda egasini topib beringlar. Ko'rsam taniman uni egasini. Paynet ishlayapti. Inson savoz. Pulim yo'q dedimi senga? Assalomu alaykum dadaxon aka, keling. Yaxshimisan, egdasi. Mashi iplosni oldim. Mashi xoromi meni aldadi. Mashini qamataman men. Qamash kerak buni. U iplos aldadi meni. Motorni o'zing xohish bilan olgansan. Men zo'rlamaganman. Hayotxon, so'qrog'idan qo'yib qo'y. Qanaqa san'atga ortashlasdan qo'yay? Qanaqa san'atkor? Ozodda ishlasan? Ha. Sen ozodda ishlasan? Ha, eshitaman. Yanadan bitta eshitaylik. Qo'shiq eskirib ketdi, nima qilasan, eshitib? Eshitamiz. Hojatga. Hojat ishlamayapti, o'tiringlar. Mana bu bumaga. Yangi chiqqan bumaga. Buni ishlatib ko'ringlar, yo'qsa yangi olib kelib beraman boshqa. Yangi kitobli bumaga chiqdi. Bir ishlatib ko'ringlarchi, oling. Bet. Mana. Rahmat. Hammani qamataman. Men nima darddaman, senlar nima darddasan? Onayni senlardi. Uchqurg'onidan ko'rsataman, yaramaslar, iploslar. Tilingga bera olmasan, sekinroq gapirgin. Nima bo'lyapti senga? Sekinmasdan gapirgin, nanimasdan. Hayotda hamma erkaklar bor. Biz ham bilamiz sekinishni. Meni uyim yonib ketdi-yu, senlar qanaqadir bumaga gapirishasan. Meni uyimni to'g'irlab bersin tezda. Motorimni qaytib olaman-u, uyini to'g'irlab bera olmayman. Bularga ne chora qo'llash kerak? Mana motorini topib bersam, u uyini o'zi to'g'irlab beradi. Qo'shilamiz. Motor yonib ketgan-ku. Men qara, baki. Ha, nosdan bormi? Voy iploslar. Akalar paynet ishladi. Svet o'chib qoldi. Ertaga davom ettiriladi.